azon aytila boshlandi. Kabatullohdan Tobizgacha va o'shagacha yetib keladi lazım. Mana bu katta soati urib turibdi. Biz mana masjidga keldik. Masjiddan obzor içini bir ko'rsatib boraman. Hozirgina xufton namoziga azon aytildi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu bizda mehmonxonamizdagi masjid. Oldroq o'tamiz. Bu yerda bizimizdan mana bizimizdan odamlar bu yoqdan o'tib qolibdimi? Svop keldi, mana vop keldi ekan 10 litrliklardan. Al-Hijaz degan 25 litrlik menimcha suvlar bor. Yotqizib balancha o'tkazib. Balancha shaklida olib. Hozirgina xuftonda azon aytdi. Endi biz iqomat aytgandan keyin mana shu masjidda namoz o'qiymiz. Shuning uchun hozir kichkinagina bo'lsa ham obzorcha ko'rinish qilib qo'yay dedim. Nariyog'i ham uzun ancha bor. O'sha yoqqacha bor. Bu yerda mikrofon, imomni joyi. Men bir vaziyatni bir aytib qo'yayin dedim. Mana ko'pincha o'zimizda Makkada mana azon chaqirilgandan hamma ishini tashlab magazinlarni yopib qo'yibdi. Ana namozga shoshiladi degan gaplarni ham eshitib qolardim, lekin bu yerda ham aholisiga unchalik baho bermadim, sababi ular ham bemalolga o'xshaydi. Juda endi ko'pchilik, nihoyatda ko'pchiligi azon chaqirilgandan buradan namozga shoshib ketdi. Endi vaqtida o'qish degan fazilatdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yerda ham odamlar loqaytroq ekan. Shuning uchun ham eshitib qolganmiz, qolamiz ko'pincha Makkada sel bosibdi, biron bir nimadir yiqilibdi, odam o'libdi. Bu yerda ham shu qanchadir ko'proq bir 80% juda ham bir yaxshi ishlaydi. Namozni yaxshi vaqtida o'qib Allohning roziligi uchun harakatda bo'ladi. Mana bu do'konlarni ko'pini ko'ryapman. Do'konlar hech hozir e'tibor qilib turdim. Shuncha xufton namoziga azon chaqirildi ham hech nima o'zgargan emas. Odamlar shu savdosini qilyapti. Yurgan odam yuribdi. Shuning uchun hamma joyda ham o'ziga yarasha past balanti bor ekan. Mana bu